Do'stlar, mana bugun biz yana Dalerga mehmon bo'lib keldik. Dalerda bir nechta bizneslari bor. Daler, nechta biznesingiz bor? Assalomu alaykum. Yana bir bor bizneslarimiz ko'p. Endi masalan, noodatiylarni oladigan bo'lsak, bu Questga o'xshagani bu ramyonchi bizni mana shu koreyskiy, yaponskiy, kitayskiy kulturani O'zbekistonga olib kiryapmiz. Bo'li o'zbek tilida qo'yamiz. Hozir ahamiyat berayotgan bo'lsak, ramyonlar va mana shunaqa narsalar juda avjiga chiqyapti O'zbekistonda. Biz halol sifat qilib, mana shunaqa ramyonlarni Toshkentga, O'zbekistonga olib kirishga harakat qilamiz. O'zi necha yoshdasiz, Daler? Men 21 yoshdaman. 21 yoshda shuncha biznes. Siz haligi qo'lingizga pul tushgandan kayf qilmasdan biznes qilgan ekansiz. Biznes ochamiz. Endi mana endi shu 30 yoshga borib bemalol yashasa bo'ladigan sharoit maqsad shunaqa. Bo'lmasa ramyonchi bilan tanishtirib chiqasiz. Qara nima bor, ketdi o'zi. Eski podolga tushamiz. O'zi tushgandan Sredniy Aziyani atmosferasini berar ekan. Qo'ldan kelgan shunaqa qilganmiz edi. Endi qisqa savol bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyda turgan lokatsiyamizni hisob qilganda arenda narxi qanchaga tushgan bu joyda? O'zi arenda har xil bo'ladi. 1,5 2 bizga tushgan arenda yaxshi tushgan $1000 atrofida. $1000 ga necha kvadrat joy? Bu 100 dan sal oshiqroq. 100 dan oshiq kvadrat. Bu joyda olgan paytingiz qanaqa holatda edi? Qanaqa remontlar ish qilingan? Remontda ko'p remont bo'lgan, vaqtdan ko'p olgan. O'zi bilasiz, kanikul beriladi. U biznes ochganingizda 1 oy beriladi. Bu lekin 3 oy atrofida remontga vaqt ketgan. Mana bu remont qilganda dogovorda siz kanikul olasiz, to'g'rimi? Lekin bu kanikuldan ham oshib ketgan. Oshib ketgan. O'sha vaqtda ham lekin arenda to'lab borilgan. Shunaqa arenda to'laysiz. Remontiga nechta pul xarajat qilgansiz bu yerga? U to'g'risi buni o'zi umumiy rasxodini hisoblaydigan bo'lsa, haligacha ketyapti rasxod. Tugamagan. O'zi $5000, $6000, $8000 bilan remont ishi bitadi deganmiz, lekin yo'q. Haligacha remont joylari, haligacha mana bu bir ikkita narsalari ketyapti xarajat. Xarajat bor. Mana shunaqa narsa ochish uchun odam nech pul bilan boshlasa, uverenroq bo'ladi. $50000. Nimaga aytaman? Chunki tovar degan narsa bor. Masalan, uni $15000 ga bemalol boshlasa bo'ladi, lekin assortiment tovarlari juda ham kichkina bo'ladi. Masalan, nima desa bo'ladi? Privlatkada bitta ikkitalar turadi. Normalniy mana bu smelo kiraman desangiz, dizaynini zo'r qilib, главный tovar kattaroq qilaman desangiz, bitta $40000 qilmasalar, javobni tortib, har xil balular bor, mana bunaqa осьминог, har xil kalmarlar bor, mana bunaqa kurinniy dabavkalar bor. Bular ramyonga ham qo'shsangiz bo'ladi, отдельно yeyursangiz bo'ladi. Hozir ham avjiga chiqqan narsa latyav bo'ladi. Buni ko'pchilik go'sht deb o'ylaydi, o'zi go'sht emas bu. So'yib testo bilan, mana bunaqa so'yib sousi bilan qo'shiladigan narsa, shu narsa bo'ladi bu latyav. Xo'p, masalan, menga o'xshagan oddiy odam kelsa, mana shu narsalarni nimaligini tushuntirib beradigan xodim bormi bu yerda? Bu yerda 2-3 ta xodim ishlaydi. Xo'p, xodimlar nechta odam ishlaydi bu yerda? Общий 4 ta. 4 ta odam. Sir bo'lmasa, ularning oyligi? Ularning oyligi shu 4,5 milliondan boshlanadi. 4 milliondan boshlanadi. Demak, shu xodimlar hammasi shu narsani обучать qilingan, o'rgatilgan, tushunadi, biladi. Mana shu xolodilnik qancha rasxod bo'lgan? Uni podrobno oladigan bo'lsa bilmayman. Endi bu xolodilniklar. Xo'p, mana bular ramyon. Bular ramyonda, bular именно mana bu mikrovolnovkada tayyorlanadigan ramyonlardan bo'ladi. To есть bunga suv qo'yiladi, o'zini aniq deleniyasi bo'ladi. Suv qo'yilgandan keyin mikrovolnovkaga tiqasiz 3 minutga, 3 minut tayyorlagandan keyin lapshasi pishadi. Keyin sousdan tiqasiz, yana 1,5 minut, 2 minut mikrovolnovkada turadi. Shu bilan tayyor bo'ladi. Bu narsani shu yerda tayyorlab yesa ham bo'ladimi yoki faqat olib ketadi? Yo'q, polniy bu yerda tayyorlab, yersiz 500 dan ortiq ramyon yersiz bo'ladi. Mana bu yerda bu yerda ham hammasi ramyon. Hammasi ramyon. Yo'q, tokpok degan narsa ham bor. Nima bu? Bu o'zi xamirga o'xshagan narsa bo'ladi. Xamirga o'xshagan narsa o'zini необычный sousi bo'ladi, ustiga sir qo'shiladi. Juda ham необычный narsa, to'yimli narsa bo'ladi tokpok. Xo'p, sir qo'shiladi deysiz. Sir o'zida bormi yoki o'zida ham bor, отдельный dabavka qilib bo'ladi. Mana shu remont stilajiga nechta pul xarajat bo'lgan? Bu stilajga men to'g'risini aytganda, men bu dizayn qilib, o'zini dizayni bo'lgan, lekin mana shu $6-7 remont ichiga bu o'zi kirib ketgan. O'zi shu bilan birga 6-7 Bu imенно bu stilaj shunaqa, chunki bu отдельно zakaz qilingan bu stilaj. Necha xil ramyon bor shu yerdan?
Именно hozir mana bitta bizda ko'rayotganingiz polkalarga sig'mayapti. Aslida ramyonlar hozir tugab qolgan. Bular samyang, buldak ramyonlar, mana shunaqa ramyonlar bo'ladi. Men buldak firmasida, samyang firmasida mana buldak ramyonlar, bular tugab qolgan. Atak общий oladigan bo'lsa, hozir dananing где-то 40 tacha bor. Mana bu chunki mini skladda ham mana ko'p ramyonlar ko'rayotgan chipsilar turibdi. Bu ramyon chipsilarimizni hali qo'yishga ulgurmaganmiz ba'ziga qo'yishga. Eng asosiy savol, bular hammasi qayerdan keladi? Qarang, bular основной Xitoy ham bor, yaponskisi ham bor, и koreyskisi ham bor. No, основном ramyonlarga keladigan bo'lsa koreyskiy ramyon. Себестоимость deydi-ku, Koreyadan O'zbekistonga kelguncha bitta ramyon, masalan, mana shu pachka necha pulga aylanadi? Bu pochka masalan именно bunga keladigan bo'lsa mana aytaylik. Buni narxi примерно masalan 22 ming, 18 ming bo'lsa, bizda o'zini tan keladigan narxi 16 ming, 15 ming atrofida bo'ladi. Bizda narsanki katta narx qo'yilmaydi. Любой boshqa joylarda mana bu ramyonimiz masalan 19 ming turadigan bo'lsa, boshqa joylarda bilaman 24 ming bu ramyon 23 ming turadi. Mana shunaqa joy zavideniyalarda и готовкasiga ustiga 15 ming olishadi. Bizda готовка 10 mingatiga. Hozir demak, bitta ramyon olsa, uni готовкasiga yana отдельно bu готовкasiga nimalar qo'shiladi? Pribor qo'shiladi, готовкasi qo'shiladi, hamma narsa bonusda bo'ladi. Дополнительный boyagi dabavkalari ular отдельно bo'ladi, lekin hozirgi paytda mana yangi yilgacha bizda mega skidka bo'ladi, xudo xolasa dash ham bo'ladi. Hozir bitta ramyon olishsa, ustiga 4 ta dabavka bepulga qo'shiladi. Bu sir, mana shu sasikalar hammasi halol bo'ladi. Также mana kunjutli ustiga luk hammasi mana shu dabavkalar bepulga bo'ladi. Mana yangi yilgacha aksiya qilyapmiz. Yangi yilgacha aksiya. Hop, bu yerda yana qanaqa tovarlar bor ramyondan tashqari? Shirinliklar bo'ladi. Napitkalarni gapirmasam bo'ladi. Отдельно bitta qo'ramiz o'tdi. Ichkarida chipsilar ko'p, juda ham katta assortiment. Demak, shirinliklar ham assortiment juda ham katta. Har xil noodatiy, boshqa vot, именно boshqa magazinda topilmaydigan nimalar bor? Shularni ko'rsating. Mana chipsidan boshlaymiz-mi? Bir boshidan. Mana pomidorli, mana bunaqa kartoshkalini chipsi o'zi kartofeldan bo'ladi. Mana shunaqa leyslar bor. Xitoycha leys bo'ladi. Uncha joyda bo'lmaydi bunaqa leyslar. Xuddi mana shunaqa trasnikovli ham chipslar bor. Mana oladigan bo'lsa, bular ham noodatiy, bular ham Xitoy производствоsi bo'ladi. Bu chipsilar. Также mana pomidorli chipsi Xitoyda juda ham avjiga populyar chiqqan chipsi hisoblanadi bular. Mana bu leyslarga keladigan bo'lsa, anaqa Pringleslarga keladigan bo'lsa, ular ham neobichnilari bor. Mana bunaqa midovli chipsilar bor. Ko'radigan bo'lsak. Bu Xitoy производствоsi. Mana budimi? Bu koreyskiy chipsi, bu lukovый кольца bo'ladi. Tam ham lukovый, mana lukovый кольцalar bo'ladi. Buni endi kimdir o'zini anaqalari bor, yeydigan odamlar bor. Mana kukuruzli chipsilar bor. Bu qanaqa kartoshka, основной kukuruzdan qilinadigan chipsilar. Bu koreyskiy bo'ladi. Koreyskiy. Ha. Bo'lsa hozir ramyon tayyorlab ko'ramiz. Bo'l, uning uchun siz tanlashingiz kerak bo'ladi. Bitta mana tanlash kerak bo'lsa. Mana ostriy, не ostriy yeysiz yoki-da mana bu tomatni, gribnoy tanlaysiz. Bizda 80%, 70% halolga qarab ishlashga harakat qilamiz. Mana bular halol bo'ladi, tangillar, не ostriy. Даже mana bu buldakka keladigan bo'lsa, masalan, buldaklar ham pulni halol sertifikati ham bo'ladi bu ramyonlarda. Mana halol sertifikati ham bor. Hop, bo'lmasa o'zingiz tanlab eng top, bu sotilish bo'yicha eng ko'p sotiladigan ramyon qaysi bo'ladi? Sotiladigan ramyon hozir qolmagan. Bu samyang bo'ladi-da. Ular undan keyingi masalan nyostrlari bor. Bu tangle ramyonlar. Masalan, siz achchu yeysizmi yo? Yo'q. Achchu emas bo'ladigan bo'lsa, men tangle maslahat beraman. Nimaga? Chunki o'zi biz любой ramyonni, masalan, spetsiyasi achchu bo'lsa ham kamroq qo'shib berishimiz mumkin. Achchu emas. Do'stimiz shuni tayyorlaymiz. Tangle ramyon bunaqa oz. Endi dabavkalarga o'tsak ko'rsatadi. Dabavka qayerda? Dabavka ichkarida bo'ladi. Dabavkalar холодильникda, to'g'rimi hammasi? Qarang, bizda yana nimasi bor? Masalan, siz keldingiz, bilmaysiz, nima cho'kchini sachitani qilishi. Bizda professionallar polnisligi sizga ramyonni shunaqa sachitani qilib beradi. Shuni siz yeganingizdan keyin yoqsin sizga. Masalan, har xil narsa qo'shib tashlash mumkin. Ramyon ham keyin neto chiqib qoladi. Mana bitta masalan kraboviy palochkalar bor. Siri 2 xil, 3 xil bor. Также mana bunda tuxum ham qo'shsa bo'ladi. Tanglga tuxum qo'shsa bo'ladi, bo'li slivichniroq ramyon bo'ladi chunki. Bunga spokойно tuxum qo'shsa bo'ladi. Saskalarning 3-4 xili bor. O'zingiz tanlaganingiz bo'tga saskalarni buni qo'shsa bo'ladi. Maslahatim охотники saskasi halol, uni qo'shsa bo'ladi. Shuni so'rang, halol saska. Hamma saska polni bizda halol. Mana bu ne halol saskalar va boshqa narsa bizda yo'q. Ichimliklar haqida birdan gapirib o'tdik. Bu mana shu nima desa bo'ladi, 15% orqa fonda o'tda katta mana assortimentimizda turibdi. Endi men холодильникka keladigan bo'lsa, bu yerda yaponskiy mana bunaqa chupa-chupsda har xil assortimentigi bor. Bir xil bu napitkalar boshqa do'konlarda bo'lishi mumkin, lekin bunaqa assortimentda emas. Elementarni mana fantaga keladigan bo'lsa, ko'rayotganingiz 8-9 xil vkuslar bor. Redki vkuslarni olib kelamiz. Mana bu yerda bizda холодильникda morojnilar bor. Morojniy hamma morojniylari noodatiy bo'ladi. Mana shu tursa shuni
Tak, marojnilar keladi. Mana bunaqa kukuruzda sifat marojnilar. Hozir trendga chiqqan marojniy bo'ladi. Также mana bunaqa уже ko'rgandirsiz. Ha, bu ko'rganman. Da, mana bunaqa marojnilar bor. И в общем aytadigan bo'lsak, mana bunaqa xitoycha marojnilardan juda ham ko'p bor bizda. Xitoycha mana bunaqa dinya sifat marojniy bo'ladi. Ularni bilsanglar, bizda o'zimizda oldindan lod degan narsa bo'lardi. Ya'ni xitoycha mana shunaqa lodlari bor. O'zini idishli bo'ladi. Mana shunaqa lod marojniysi bor xitoycha. Xo'p, endi qisqa qilib aytganda, mana shu limonad, napitka, hamma narsa, mana shu xonadagi narsalarga necha pul xarajat bo'lgan? Именно buni hisoblaydigan bo'lsak, to'g'risini aytganda, plus minus mana napitkalarning o'ziga 3000 dan oshadi. Mana marojniy bilan именно bu xonada mana shu xonada $3000. Chunki napitkalar qimmat o'zi narxini aytib. Mana shu oziq-ovqat mahsulotlariga rastamoshka bormi, yo'qmi? Rastamoshkasi bor, Rastamoshka bor. Lekin buni ikki xil varianti bor. Buni o'zingiz olib kirsangiz bo'ladi. Juda ham katta bo'ladi. И как distributor odamlari ham bo'ladi, olib kirib beradigan. Просто assortiment tanlaysiz. И masalan, ularning o'zini bazasi bo'ladi olib keladigan narsa. Siz u bazadan tashqari olayotgan narsangiz bo'lsa, unga уже qimmatroq sizga tushadi. Chunki unga sпрос kam, именно siz o'zingiz uchun olib kiryapsiz bu narsa. Bizda shunaqa narsalar juda ham ko'p. Mana shunaqa tovarlarni olib keladigan O'zbekistonda qanaqadir firma bormi? Yoki o'zingiz Xitoyga borib tanlab firmalar bor, o'zingiz ham qilsangiz bo'ladi, u momo bo'ladi, firmalar ham bor, ko'p mana shunaqa qanaqalar bor, firmalar ham. Bularga qo'yiladigan ichimliklarga necha protsent qo'yiladi? Ichimliklarga bizda protsenti masalan men aytadigan bo'lsa, to'g'risini hammasida har xil, chunki bir xil ichimliklar bor, bizda firmadan keladi, juda ham arzon narxda. Ammo buni olib kelinadigan bo'lsa, lekin ustida katalog bizda eng qimmat natsenka bu 10 ming so'm turibdi. 8 million. Undan qimmat natsenka turibdi. Bizda narxi juda ham arzon. Men bu bir xil aytadi, men Skittles napitkasi bor. Вообще hozir trendga chiqqan napitka, lekin bizda 59 ming turibdi, lekin boshqa joylarda 60 mingdan oshiq turibdi bu 100%. 59 ming. Sizlarga kelish tan narxi. Bu kelish narxi вообще sekret emas, 55 mingga kelgan. 4 ming so'matiga natsenkasi turibdi bu narsada. Shunaqa kichik natsenka bilan foyda qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Chunki biz assortimentga ishlaymiz. Xudo xolasa bizning главный задачamiz ko'p filial qilish. Chunki shunaqa noodatiy tovarlar o'zi bizda ham tak oladigan bo'lsa, boshqa tovarlar bilan qimmat bu narxlar. Lekin boshqa joylarda, masalan, bu уже 59 ming emas, 69 ming, 70 ming turadi уже boshqa joylarda. 80 mingga chiqib ketaveradi. Hozir bir gap aytsangiz, ko'p filial qilmoqchisiz. Ha, set bo'lish kerak. Set. Agar franshizaga so'ralganda buni gaplashiladi, просто buni franshizaning nima muammolari ko'p. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu Ramion yaxshi ishchilar bo'lish kerak, xushmuomala qilib. Boshqa joylardan bizning главный отличиemiz xushmuomala. Odam masalan kelyapti, sal o'zini nito his qiladi, bilmaydigan odam ko'radi, mana bu neudobство bo'ladi. Shuning uchun bizning ishchilarimiz nima qilish kerak? Buni kutib olib, chiroyli tushuntirib, u себя как у себя дома odam his qilish kerak o'zi. Mana shuni обучать qilib, franshizaga agar boshqa viloyatdan so'rab kelishsa, buni gaplashsak bo'ladi. Yo'li bor. Yo'li bor. Faqat qachonki bu xudo xolasa yozdagi qarab 2 3 ta 4 ta filial bo'lib ketsa, o'zimiznikiga keyin уже franshizaga chiqish boshlamay qo'yganda franchizaga. Bo'lsak, Ramion tayyorlaymiz. Bo'ldi, Ramion chiqadi. Lái trái, lái trái, lái trái. Mengacha printlar bilan qiladigan bo'lsa tushiradi, kolичествosiga qarab. Hamma narsa kolичествosiga qarab bo'ladi. Endi mana bunaqa ramyonimizda navarisi bo'ldi. Также sizni sirida ichida. Uyga oladigan bo'lsa odamlar, buni ham olsa bo'ladi. O'zini plitalari bo'lsa, atak желательно plitasi bo'lmasa, tayyorlash umuman bilmaydigan bo'lsa, mana bu boshida ko'rsatganimizda mana bu idishli ramyonlar bor. Shularni olgani yaxshi. Mana просто suvni qaynatilgan suvda mikrovolga tiqsa, o'zi cho'tga chiqadi. Ha, o'zi yarim tayyor. Ha, mikrovolga 3 minut. Mikrovolga 3 minut, keyin spetsiya qo'shiladi, alashtiradi, keyin yana mana turgan ekan, bitiladi. Mana shunaqa sifatida. Qani, boshladik shu qalish ushlashni bilmayman-da men. Shuni qanaqa to'g'ri ushlash mumkin? Bormi? Bu qanday life hack? Endi men ham jamnaqa specialist emasman, просто mana shundan ushlab olaman. Menga ma'qul bo'ladigan anaqada. Mana shundan barmoqlarni tikib olsangiz, atak maza bilan yeyman desangiz, bizda vilka, ложкаlar ham beriladi. O'zimizda dehqonchilik bo'laversin. O'zbekchilik qilib, hozir tap bo'ladi. Hop, shunda mana shunday ramyon bir oyda qancha оборот qiladi? Buni xudo xolasa endi ko'ramiz, chunki bizda birinchi oy bo'lyapti. Nima paplarni masalan bu biznesdan может $2000, может $1000 toza foyda ham qilsa bo'ladi, lekin bu не точно, chunki bu biznes katta filialdagi ishlaydigan biznes. Bir filialdan o'tdan asobi bilan boy bo'lib ketish qiyin masala. Bu 4 ta 5 ta 6 ta filial bo'lish kerak shahar bo'yicha. Bitta filial bilan sal qiyin masala, chunki bu restoran emas, bu do'kon. Magazin. Да, bu magazin переводчик. Ko'rganingizda bu natsenka bizda korxonada расширение maqsad. Ko'proq filialda bo'lish kerak.
demak oyiga o'rtacha $1000 yuqori Xudo foyda xohlasa qilish shunaqa deb mumkin. o'ylayapmiz, hali точно bilmaymiz. Endi birinchi oy ketyapti. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa ham yaxshi. Dalil aka, ovqat uchun katta rahmat. Rahmat. Oshqozonga yangilik bo'ldi. Xudo xohlasa bizada aytganimdek sizga yengillik biznesi yana bor. Ularni xudo xohlasa keyingi sonlarga kelasiz. O'rganamiz. Borda bularni xudo xohlasa boshqa ochilish filiallarida kutib qolamiz sizlarni ham. Rahmat. Ishingizga omad. Rahmat. Sizdaqa yosh biznesmenlar ko'paysin. Rahmat. Ramyonni ham yeb ko'rdik. Men bu ramyonga baho bermayman. Baribir menga ishonmaysizlar. Undan ko'ra bu yerga Dilmurod kesinda yeb ko'rib baho bersin. Men bu biznes dispulga aylanishini o'rganib chiqdim. Sizlarga ham keyingi ko'rsatuv qiziq bo'lsa, kommentda yozib qoldiring. Qanaqa biznesda siz uchun o'rganib chiqaylik. Va keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Подписать bo'lib qo'yinglar, hech bo'lmasa sizlardan hech nima ketmaydi.